Men sizlarga qilib beraman, sizlar xursand bo'lib, like bossanglar bo'ldi, akalar, kenajonli. TTZdamiz, akalar, Severo Vostokdamiz, akalar. Eski umr uzoq ota to'yxonasining yonidamiz. 20 ming so'mdan Golubikani bitta pochkasini beryapmiz. 125 gram bo'ladi, akalar, kenajonli. Xitoyi mahsuloti bo'ladi. Undan tashqari Baxmalli olmalari, Xitoy mahsulotlari, Vyetnamniki deysizlarmi, Peruniki, Gollandiya, hamma yoni mahsulotlari bor. Okay? Surxondaryoni anorlari ham bor. Xudo xolisa, narx-navoni juda ham chiroyli qilib beramiz, akalar, kenajonli. Xullas, ko'rishingiz mumkin. Mangoni, hop, Vyetnamniki bo'ladi. Bir donasini 14 ming so'mdan qilib beramiz. 14 ming so'm, menimcha arziydi. Jigar bitta like bosib qo'yish kerak, xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Hop, bu o'rtog'imning joyi bo'ladi. Xudo xolisa ideal qilib narx-navoni zo'r qilib beradi. Drakonni oqidan qiziligacha bor, xudo xolisa, sarig'i ham bor, ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r, ideal narxda qilib beramiz. Sizlarni kutib qolamiz do'konlarimizni. Hop, akalar. Hop, Severo Vostok eski umr uzoq ota to'yxonasining shunday yonida Ro'zg'or Optim bozori tegida, akalar. Bizda mevalardan tashqari suv deysizlarmi, don deysizlar, hamma narsa Optim. Kelib xarid qilsanglar, xudo xolisa, manfaatli bo'ladi. Bugungi sanamiz 2-dekabr. Sizlarni 3-dekabr kuni soat 8:00 dan ishimiz, mana shu ishxonamizda kutib qolamiz. Tarqatib qo'yinglar. Mirzo Ulug'bek, TTZ, hop, Severo Vostok. Shu bilganlarga tanish bilishlarga tarqatib qo'ysanglar, xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Like bosib qo'yinglar. Masalama.